Agar mendan kimsan deb so'rasangiz, sizning savolingizga menda yagonagina javob bor. Men Batmanman deb hazillashib gapga tushaversa, men aslida o'rgimchak odamman. Asal boshqacha o'rgimchak odamman, ammo lekin men o'rgimchak odamman. Mening ismim Sonic va meni 3 yil oldin radioaktiv o'rgimchak Nima gap o'rgimchak odam? Brat, siz bu yerda nimalar qilyapsiz? Sen Ha, ichaman, bering. Yetda. Brat, yo'q demasiz, men video olsam. bu boshla. Mening ismim Sonic va meni 3 yil oldin radioaktiv o'rgimchak chaqib olgan va men 3 yil davomida o'rgimchak odamman. Men tunda shaharni himoya qilish bilan band bo'laman. Tomdan tomga sakrab, osmondan osmonga uchib, bu gapga osmonga uchib men shaharni himoya qilaman. Kunduzi esa nima qilaman? Kunduzi bilan ijod bilan band bo'laman. Chunki men billa youtuberman, blogerman. Men noyob, men o'zgacha o'rgimchak odamman. Men shunaqa tushunasizlar. Nimaga hech kim yo'q? Chunki hozir tun, hamma uxlayapti, hamma joy jimjit. Meni deb. Chunki men shaharga juda ham yaxshi qarayman, Hammaga xayrli tong, sizlar bilan men o'sha Sonic va men o'rgimchak odamman. Ha. Va bugun biz shaharni himoyalamaymiz, chunki bugun men aytganimdek kunduzi men ijod bilan band bo'laman. Va men hozir bu narsani yeb olaman deb, hisob shoshmaydi. Notebookdan xabarlar kelyaptimi? Men 370 odam podpiska bosib turdi kanalimga. Yo, bo'lsa ham o'tinglarda kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi please. Hozir bu kanalni aytmayapman. Men shu video bo'layotgan YouTube kanalimda aytayapman. Albatta, buni qancha podpiskalar. Qani ko'paytirib oling, ko'paytirib oling. Tak reski ko'paytirib tashlaydi. Bu esa menga 370 odamdan ham ko'payib ketdi. O, vashi zo'r. Xo'p, biz kamerani olamiz. Qaytga tushdi. Hop, bo'ldi tak. Всё. Hozir endi men ovqatlanib olaman-da. Bugun menda cho'tki bir ideya bor. Cho'tki bir zo'r narsa bor. Cho't kontenti ittidan bo'ladi, ishoninglar. Vashi zo'r narsa bo'ladi. Dahamet berib nimaga uyim bor? Chunki bu yerga men yaqindagina ko'chib kelgandim. Xolamdan ajrab-da. Endi bu katta bo'laman, o'zim yashashim kerak, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Xo'p, tak ovqatlanib olamiz. To'rt qaranglar, kimdir to'y bo'libdi men uyimda. Kimda to'y qizi, o'zimning xabarim yo'q. Bo'pti, mayli. Hop. Yam. Bo'ldi, qorin to'ydi. Xo'p. Stop, shoshmaydi, men eng muhim narsani esimdan chiqarib yuboribman-ku. Tavba, borib olish kerak. Nima desangiz, meni kiyimim, meni libosim. Men manzilga yetib keldim. Va bu yer o'sha mashhur Starlabs. Va bu yerda bilmayman bir narsa portlagandi yoki bu narsa o'xshamay qolgandi. Doktor Harrison Wells bilan portlashib olgan bu yerda. Va hop. Bu yer bir bala bo'lib ketdi. Portlagandan keyin ham bu yer ishlardi. Ammo lekin bilmayman, keyinchalik shunaqa bir balalar bo'lib ketdi. Ko'ryapsanmi, bu qanaqa blok vashi? Meni kirkam bor edi, tashlamasam, bu qanaqa blok? Ko'ryapsanmi, nimadir bo'lib ketgan. Va bu yerda oldinlari Flash degan qahramon bo'lardi va hozir u bilmayman, yo'q bo'lib qolgan. Flash qayerga g'oyib bo'lgan, yo tavba. Janob Harrison nima bir kreslosiga qolib ketibdi. Kompyuter hammasi shu yerda. Asramaga ha. Shuncha paytda berib yerda eshik bormi-da? Hop, mayli. Lekin juda xalata berdi kompyuterlar borligi. Tak. Mana qaranglar. Tak, men hozir kamerani yoqaman bu yerdan turib. Hop. Bo'ldi, yaxshi. Tak, xo'p. Unda. Hammaga salom, sizlar bilan men Sonic va men hozir sizlarga tashlandi Starlabs laboratoriyasida bir cho'tki narsani ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganinglardek, bu yerda kompyuterlargacha qolib ketgan. Hozir masalan kompyuterlardan bir to'g'risi aytishim kerak emas bu narsani. Video davomida ko'rib olsa. Xo'p, hozir biz juda knopka berdi, nima qilyapti? Ko'rib turibsizlar, hozir kamerani bu yerga olib kelib olaman. Mana shu yerda tursin.
Ko'rib turibsanmi knopkani? Mana ko'rib turibman. Juda ham qiziq ketaman. Kelib bosib ko'ramiz. Xo'p, mayli tak. Kompyuterlarni yoqamiz-da. Yo'q, kompyuterlar ishlayapti lekin. Juda zo'r. Xo'p, mayli. Diqqat bilan tomosha qiling. Hop. Va adashmasam, mana shumi yoki bunisimi? Mana farqi yo'q, mana shuni bosib olaman. Hop. Voy. Yo'q. Yo'q, nimalar bo'lyapti? Yo'q, nimalar bo'lyapti? Qoch. Mana qog'oz ishi. Nima? Oy. Tamam. Nimalar qilib qo'ydim o'zi? Ay, boshim og'rib ketyapti-yu, ha. Ay. Bitta kim bor? Ay. Ay. Kim edi? Voy. Niqobim tushib qolganmidi? Voy, kameram. Voy. Nimalar bo'ldi bu yerga? O'zi. Portlab ketganmi? Portlab ketibdi bu yer. Menimcha kameram zapis qilgan-ku. Yo'q, bolalar ko'ryapsanmi? Bu yer portlab ketibdi. Voy, nimalar qilib qo'ydim? Knopka ham yo'q-ku. Shu knopkani bosmashim kerak edi, lekin to'g'risi. Voy, bo'lgan narsaga javob davlatdan kelsa kerak kimdir. Ketishim kerak bu yerdan. Bo'lmasa meni savol javobga tutishadi, bular so'roqqa tutishadi. Hop. Odamlar negadir Bo'ldi. bola orqasidan boshib ketdi tezroq. Tak. To'g'risi tushunmayapman. Tavba. Sen qoldi bilan. Tak. Kirishim tegsa gelsin. Bugun boshim o'sha narsalar berib boshim ancha og'riyapti, bor-ku. Bugun bank o'marishi ham hech nima bo'lmadi, tavba. Pastdan keldi bu ovoz ekan. O'zi juda g'alati bu, hech kim yo'q shaharda. Nima hammasi to'sdan g'oyib bo'lib qolishdimi? Ya tavba. Oy, odamlar meni eshityapsanmi? Yoki hamma rostdan g'oyib bo'lib qoldimi? Boshqa dunyoga tushib qolgan bo'lsa, bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Fizikaga ham to'g'ri kelmaydi boshqa dunyoga tushib qolish. Tushib qolganda men ham tushib qolardim. Bir o'zim qolib ketmasdim lekin. Atay zo'r bo'lardi boshqa olamlar bilan shu narsalar bo'lganda. Bir pas kompyuterda o'tiraychi. Mana videoni flashkamdan olib. Tak, kompyuterga ulab. Men bu yerda shu knopkani bosib, shu bilan bir narsa ovoz chiqdi, kamera ham tushib ketibdi, tavba. Kamera ham oxiri cho'ta g'alati. Hozirgina sezgirligim ishlab ketdi. Kiyimimni olib olaydi. Boydan beri negadir g'alati hamma narsa. Hoy! Sen kimsan yana? Sen o'zing kimsan? Ya tavba. Bo'tinni qo'ysan. Mana uyim qani? Sen uyingga qayta olasan, o'zing kimsan? Sen laboratoriyada nima qilib Sen qayta olasan laboratoriyada bo'lganimda. Nimadir portladi o'sha yerda. U laboratoriyada mana shu xonam edi. Sen qanaqa san ishxonang u yer portlab ketgan bo'lsa? Tashlanib qo'yib ketgan bo'lsa? Sen o'tni nimadir qilib portlatding. Nima qilding? Demak bu yerda nima narsa O'zim
O'zi bugun juda hamma narsa xalati, hech kim yo'q shaharda. Nima bo'layotgan o'zim ham cho'mayapman. Sen qayerdan kelib olding bu yerga? Tushgan. Sen bu Sen yoqqa. manga o'xshaysan. Sen nima menga o'xshaysan? Sen cho'ta boshqacharoqsan lekin. Menga berdim bir savol. Hamma qayerdan bilay? Skrovka. O, Menga tushuntir, nima bu yoqda hamma narsa eskicha. So'qlar, uylar, qaysi ma'noda gapirsa bu narsa? kimlar. Kimlar? Nu to'g'ri seni kiming boshqa yonib turibdi lekin. Masalan, hamma yoqda do'mlar bor edi. Va hamma yoqda mashinalar. O'zim ham tushunmayapman. Hech kim yo'q bugun. Mashina ham odam ham yo'q. Balki bu seni ishingdir, a? Nima qilding, to'g'risini ayt. Voy. Sen nima qilding? Laboratoriyani portlatding. Men men o'zim ham tushunmadim qanday bo'lganini bu narsani. Sen kimsan? Maskina ostida kim bor? Maskina ich. O'zing hech nimaga men aytishim kerak? Men qahramonman. Men o'zim kimligimni hech kimga bildirmayman. Menga ishonishim uchun yetishing kerak. Sen ham aytishing kerak men ishonishim uchun. O'zi qayerdansan mashi? Isming nima? Peter. Hozirmi, hazilmi? Sen o'zing isming nima? Meniki Sanik. Balkim boshqa o'rgimchi odamlar ismi boshqacha bo'lar ekan. Xo'p, mayli, mana yechaman, va'da berdim. Bo'ldi. Voy. Xo'p. Peter prosta taxallusim. Haqiqiy ismim Smartboy. Smartboy? O. Ha. Nashgan o'qirsanmi? Endigina bittagina savolga javob ber. Nimaga meni shaharimda hech kim yo'q? Bilmadim. Numa shaharimda yovuzlar ko'paydi va ularni yengishga men laboratoriyada kashfiyot qilyotgandim. Kutilmaganda portlash yuz berdi. Qora tutun. U qora tutun. Qora tutun? Senda ham bo'ldimish qora tutun. Ha, senda ham bo'ldimi u? Menda ham bo'ldi. Va men bir necha soatga uyni hushimdan ketib qoldim. Qanaqasiga men shunaqa qilmovdim. Men prosta kostyumlarni sinovdan o'tkazayotgandim. Hozir bu gaping bilan o'sha katta laboratoriyada bir o'zing ishlaysanmi? Yoki u yer qaysidir qahramonlarning bazasida? Menga yordam beradigan odamlar bor edi. Starlabsda ishlaganmisan? Yo, ishlaysanmi? Yo'q, biz Starlabs emas-ku. Sen hozirgina City. sen hozirgina Starlabsda ishlayman deyapsan, o'sha laboratoriyada. Men hozir chiqqanda u Starlabs degan yozib turgan edi. Nu meni anaqamda Starlabs emas edi.